Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Mana bugun sizlarga Samarqand moshina bozoridan har xil turdagi avtomobillarning narx-navlarini yoritib beraman. Albatta ko'rib baho berasizlar. Aziz do'stlar, birma-bir birin-ketin akamiz bilan obzor qilamiz. Hamma moshina mana shu akamizdan ekan. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka, bozor bo'yicha lekin arzon qilib berish kerak narxlarni aka. Arzon qilib beramizmi? Albatta, podpiskalar uchun xohlasangiz. Gap yo'q. Qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Mana bu yoqda Gentra bor, Cobaltlar bor, hammasidan bor. Birma-bir birin-ketin obzor qilib o'tib ketaman. Nomer qoldiramiz, akaga aloqaga chiqib berasiz. Xo'p, birinchi Equinoxdan boshlaymiz. Aka, bu yili nechi? Aka, bu Equinox'imiz, bu Equinox o'zimda minib yurgan mashinam. Nomerchilardan biri olsangiz bo'ladi. Bu mashinaga juda ham ko'p mehr berganman. Bu Equinox'imiz amerikanskiy sborka, muxlislar o'zi yaxshi biladi, o'zining muxlisi bor. Motori turbo, 2 turbo deyiladi. Bu mashinamga qilgan xarajatimiz полный shumka qilganman, mers hadovoy qilganman. Polirovka keramika, 4 ta pachka balon. Tonirovkasiga 1 yil, raporosa 1 yil ruxsati bor. Plus yana bir ikkita bonus surprizchalari bor. Uni o'zi telefon orqali aytaman. Bundan tashqari yana bonuslar ham bor. Normalniy bonuslar, endi sizlarga yoqadigan bonus. Motorga turibdi ko'rsatiladi ham. Rullarni qaranglar, rullarigacha polni nima qilingan? 136 ming yuribdi-mi aka? 136 ming yurgan panorama tom. Qo'jilari ham zo'r holatda bo'lib turibdi. O'zlari mashinalar ekan, o'zlarini. Shaxsiy haydab yuradigan mashinalari. Orqalari kraska qanday bu aka? Kraska 100% toza aka, buferigacha toza. Любой проверка. Elektronniy bagaj. Xo'p, aka buni narxi qancha bo'lyapti? Narxini aka 21500 bo'lsa qilib beramiz. 21500 dollar narxi. Mana aka, polni propan, polni patologlariga shumka qilingan. Gap yo'q. Umuman shovqin eshitilmaydi aka. Aziz do'stlar, full ekan, lekin qaranglar. Gaz bor, tonirovkaga 1 yillik ruxsat, 4 ta yumshoq balon. Hamma narsa qilingan, yana kraskasi ham radnoy. Aloqaga chiqasizlar. Yana Mers hadovoy ham qilingan ekan. Bitta nomerni aytib o'rasiz, aka. Nomeri 97lik 928 0905 akaga bemalol murojaat qilasiz. Mana shunday zakrib qilib qo'yamiz ekranga. Hamma mashina shu bitta akamizdan. Mana polni sizlarga birma-bir birin-ketin obzor qilib o'tib ketaman. Aka, keyin qanaqa tartibda xarid qilsa, puli kamroq akalar ham telefon qilsa bo'ladimi? Variant asosida mana yozib ham qo'yganmiz. 5,5 ming bersalar, qolganini variantga kelishaveramiz. 5,5 ming dollar berasizlar, qolganini variantga ham kelishamiz deyaptilar. Barterga ham bo'laveradi, agar mashina. Avtokredit xohlagan variantlarni qilib beramiz. Minimal narxda. Xo'p, bu yoqda endi trekerlar bor. Mana trekerlarda ham polni aka terib tayyorlagan ekanlar. Primerlar bor ekan. Mana bu yoqda Primer 2023-yil ekan, aka. Trekerimiz aka 2023-yil. Probeg 50 ming. Bitta mexki baloni bor. Tonirovka ruxsatlari bor, gazi bor. Tayyor ekan. Kraskalari top-toza aka. Kraskalari top-toza, ishlari bilan baho berasizlar. Probegini qancha deysiz buni aka? Rovna 50 ming bo'ladi. Rovna 50 ming. Hisob ma'lumot aka salondan olingan. Tayyor, kraskalari toza, marhamat. Puli qancha buni? Aka, obunachilaringiz uchun 15900 dollar qilib beramiz. 15900 dollarga beriladi. Gap yo'q. Narxi zo'r, arzon 15900 dollarga beriladi. Marhamat, bemalol akaga aloqaga chiqib berasiz. Mana ekranda nomerlar turibdi. Yana trekerlar bor. Bu yoqda LTZ ekan, aka. 3 ta pozitsiyasini olib kelib qo'yganmiz. Birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiya. 3 ta bor bu yoqda. Tanlab olaverasizlar. Xo'p, buni yili nechi aka? Bu trekerimiz LTZ Plus, ya'ni LTZdan farqi aka, bilasiz o'zingiz yaxshi, siden abagreglari ham bor. Bu trekerimiz ham hisob ma'lumot aka, salondan chiqqan bir qo'l. Bitta bo'lgan egalari. Gap endi. Buni ham chiroyli narxga beraman. Tak, bu trekerimizda 1000 dollar bilan avtokreditga olsalar bo'ladi. Vikubga 3,5 ming 4 ming bilan chiqarib beramiz aka. Vikub uchun, masalan, Vikub orqali olaman desangiz ham 3,5 ming 4 ming dollar bilan olib ketasizlar. Qolganini aka bilan bemalol kelishlaringiz bo'ladi. Ishlari salon qismida. Kraskasi tozami bilan aka? Kraskasi kaponing uchida bitta pitnosi bor aka. Mana shu yerda pitnochasi bor. Mana shu burchada almashmagan, almashniki. Kabi yo'q. Xo'p, baho berasiz. Narxi? Buni akajon, sizning obunachilaringiz uchun 14800 dollar tochkasi faqat. 14800. Savdosi yo'q lekin. Kabi yo'q. Narxlar zo'r ketyapti aziz do'stlar. Xo'p, yana treker bor. 24 ga 25, 23 emas. Adashmanglar. Xo'p, LS pozitsiyasi treker. Buni ham tonirovkalar urib qo'yilgan ekan. Tayyor ekan, aka bu ham. Tayyor aka, bu ham propan gaz, mexki balon, video registrator, oblisovkalar qilingan Lexus fasonda. Kraskasi absolyutno top-toza aka. Gap yo'q. Puli? Tak, bu LS
Trackerimizni aka tochkasi 14,5 ming bo'lsa qilib beramiz. Tochkasi 14,5 bo'lsa, mana. Bu ham Marhamat. bir qo'l salondan hisob ma'lumot chiqqan. Iloji boricha shu egasidan birinchi qo'l olishga harakat qilamiz aka. Gapi yo'q mana. Birinchi qo'lmi, bir qo'lim bilan avtomobil. Endi sizlar nasib bo'lsa olganlaringizdan keyin ikkinchi qo'l bo'lasizlar. Ruxsatlar ham bor dedingiz-a, tonirovkaga. Ruxsatlari bor aka. Ruxsatlarigacha bor. Mana gap Xo'p. isboti bilan bo'lsin. Mana. Mana 705. Mhm. Mana hisob ma'lumot aka. 705 nomerda mana OJB. Xo'p, dальше yana ketamiz. Xo'p, aka yana qanaqa avtomobillar? Bu yoqda Gentralar ham ko'p ekan, ha? Mana bu Gentramiz 22-yil. Oqmi? Mana bu oq, ha? 2022. Oqi mana 2022-yilga qaranglar. Bu yoqda qora bor, kobaltlar bor. Har xillaridan bor ekan. 2022 tonirovkalar urilgan. Xo'p, Ruxsati 8 oy. 8 oy ruxsat. Yumshoq balon ham qo'yilgan. 4 ta lassa balon taqgan bizda. Kraskasi yo'q, lyuk, ABS, soat hamma narsasi bor. 22 kilo zo'r chiqqan aka. Bu Gentramizni $1000 bilan avtokreditga, 3000 bilan Vikupga beramiz. Naqdga Tan narxi $12,600. $12,600. Yana kelishtirib beriladi, ha, aka? Xo'p, tonirovkalar, hamma narsasi bor, u ichida odam bor ekan. Xo'p, orqa qismlari, video registrator, hamma narsasi bor. Kraska toza dizayn aka? Toza 100%. Qora Gentra. Buni yili necha aka? Qora Gentramiz 20-yil yaxshi bir ukamizga o'zimiz salonni olib berdik. Bu Gentramiz hisob ma'lumot bu ham. Tonirovka ruxsati bunda ham bor. Magicar Pool, 4 ta yangi balon. 4 ta yangi balon aka. Malibu rul, Malibu bar, kerak qora Gentraga bu abzal. Hammasi qo'yilgan ekan, ha? Qaranglar, full bo'lib turibdi mashin. Propan gaz, Malibu bar, Malibu rul, tonirovka, hamma narsasi bor. Xo'p, orqalarida optira stoplarigacha uстановка qo'yilgan. Bu pol noldan qilingan, motor ochilmagan. Aha. 120 ming probeg halol. Puli Aka, buni bo'lishini $11,100 bo'lsa qilib beraman. $11,100 bo'lsa qilib beriladi. Akaga aloqaga chiqasizlar 20-yil. 2020 yil. Salondan chiqqan. Xo'p, Cobalt. Cobaltimiz ham ideal holatda, bironta kraskasi yo'q, vakuumi ham yo'q, nachinasi ham yo'q. 4 ta yangi baloni bor aka. Malibu bari bor, chiqol polik. Gaz qo'yilmagan umuman. Salondan faqat benzinda haydalgan. Malibu barlarga uстановка qilingan 58 ming. 58 ming yuribdi mashin. Kraska radnoy. Kraska radnoy aka. Buni necha pul qilib beramiz aka? Aka, obunachilaringiz uchun bo'lish narxi $10,900 qilib beraman. $10,900 qilib beriladi. $1000 bilan variantga qilib beraman avtokreditga. Yo'q. Xo'p, yana darsha davom ettiramiz. Mana Cobaltlar qaranglar, Cobaltlar ham har xillardan bo'lgan. Bu mexanika, aka? Yo'q, bu avtomat. Avtomatmi? Bunaqa yengil diskada, litri diskada. Litri diskada. Qo'qon diska deydi. Da. Ichlari xo'p 30 qancha yurgan? 33 ming. Ha, 33 ming. Xo'p, ichlari salon qismlari mana. Ko'rib baho berasiz. Radnoy kraskasi, metan gazi bor. Buni yilini necha deysiz? 23. 23. Xo'p, buni puli qancha bo'lyapti aka? Aka, bu Cobaltimizda 11 ming so'rab o'tiribmiz, 10,800 bo'lsa bariga qilib yuboramiz. 10,800 ga. Generalni davernisdan ham chiqadi. Avtokreditga $800 bilan chiqadi. Albatta, kommentariyada o'zingiz yoz qoldiring. Qaranglar, birma-bir assortimentlar juda ham ko'p. Avzorga o'tib ketyapmiz. Mana bu yerda yana bitta o'qi bor ekan. Bu yili necha aka? 24-25 salondan olgan. 24-25 salondan olingan, lekin bunga polni navrotlar qilingan ekan. Diskalar qo'yilgan, tonirovkalar krugovoy urib qo'yilgan. Qaranglar. 5 oy ruxsati bor. Buyoqlargacha chiroyli qilib qo'yilgan ekan. 5 oy hali ruxsati bor. Buni Malibu bar uстановка qilib qo'yilgan ekan. Yurgani 33 ming probeg. Chexollar zavodskoy bo'lib turibdi. Salon ishlari evakuar hammasi qilingan. Tayyor ekan bu ham. Kraska toza aka? Kraska toza, propan gazi ham bor. Propan gazlarigacha bor mana. Orqa qismlari, video registrator, hamma narsasi bor. Xo'p, 25-yil kuzovda bu Cobaltimiz akajon 11,5 ming qilib beramiz. 1,5. $1,200 bilan avtokreditga primoy nomlariga o'tadi. Birdan. Akaga aloqaga chiqasizlar, mana polni hammasini yoritdik aka. Ideal. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Yana kelishtirib chiroyli qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Mana Ramazon oyida olsinlar, baraka topsinlar. Sizga ham katta rahmat. Sizga omad. Rahmat. Aziz do'stlar, albatta kommentariyada o'zingiz yoz qoldiring. Mana aka arzon qilib berildi. Albatta bozor bo'yicha normal narxga berildi. Albatta murojaat qilasizlar, ekran nomerlarini chiqarib qo'yganman. Qanaqa tartiblarga qulay kelsa shu tartibda qilib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.